Bugün şerşembe demek efirde Qabat akıl batıl topşırığı. Bizde konakta Raline hem Aline. Selam dostlar. Selam. Oyunu başlagancha sizning turda ko'rak bilasim ki. Qaysi maktabdan keldingiz? Nendek shug'ullaringiz bor? Vahid avlunda tug'aman, shunda bilim olaman. Zirek topqir o'tgan, ham bek ijodiy bo'lamen. Olina deb isim bergan, atiyim ham aniyim. Tatiyim deb indashalar, bobayim ham abiyim. Shundan da bek ijodiy bo'lamen. Chunki shi'rlar, hikoyalar yozishga yaratam. Yanil o'rta maktabida ishlab kelishi, Oltin qalam to'garagining eng aktiv a'zosi. Ko'p turli ijodiy konkurslarda qatnashib, qalamni sharlayib, tajriba to'playib, kelajakda jurnalist bo'lishga xayolanam. Kimlargina kiymaykan ko'pmara etiklarin, aql batılmında jida qizlarin yigitlarin. Shul qizlarning birisidir men o'ng'aning shibari, oilada eng tepshik bolamen, ismim menim Ralinam. Men Yanil o'rta maktabining 6-sinf o'quvchisi. Turli olimpiadalarda qatnasham, yaxshi o'qiyim. Prizli o'rinlarni yollayim. Qatnashuvchilarimiz bilan tanishdik. Endi o'yinni boshlab jibersak da bo'ladi. U 4 turdan turashadi. Birinchi turimiz esa direkt javob deb ataladi. So'rov yomg'irg'ach, qatnashuvchi balni o'zi qo'yadi. Birdan olib, unga qadar tilasa qaysi balni saylay olasiz. Onlara javob variantlari taqdim etiladi. Javob durust bo'lgan sharaftda bal qatnashuvchi hisoblanadi bo'ladi. Durust bo'lmasa, bal olinadi. So'rovlarga sharatlab javob berasiz. Birinchi turda 5 so'rov. Barliq so'rovlarga da 10 bal qo'ygan sharafda 30 bal yiyu mumkinligi bor. Qoidalar bilan tanishdik, e'tibor bilan tinglaymiz. Birinchi so'rov. Qaysi shashakning atamasi grek tilidan yulduz deb tarjima etiladi? Bu so'rovga bizning birinchi bo'lib Ralina javob berar. Necha bal qo'yasiz Ralina? 10. Ralina 10 bal qo'yadi, Olina necha bal qo'yadi? Menda 10 bal qo'yam. Shep. Oysa men sizga javob variantlarini taqdim etaman. Gladiolus, qanafir, roza, mimoza ham qoshqari. Yali Ralina, javobing hazırmi? Hazır. Necha berasiz? Grek tilinden yıldız deb atalgan tarjima etilib turgan chechak, ol meni qoshqari deb o'ylayman. Yaxshi, Ralina qoshqari variantini sayladi. Olina qaysi variantni saylar ekan? Menda qoshqari deb o'ylayman. Demak, sen Ralina bilan kelishasiz. Ayy. Bek yaxshi pozitsiya. Har bir so'rovda da Olina bilan kelishib qarashadi. 5-chi variantni saylarga kerak edi. Qoshqari. U dekorativ o'simliklarga kiradi. Uni bog'chalarda o'stiradilar. Bizning elga u kunbotish Yevropadan kiritiladi. Ruscha atamasi Astra, grek tilida Astra yulduz. Tatar tilida bu dekorativ o'simlikning bir necha ismi bor. Masalan, Qoyim Nasriy so'zligida yulduz shashak, so'nggi yillarda nashr etilgan so'zliklarda qo'shqari yigili, qo'shqari shashagi, soy shashagi atamalari tirkalgan. Afarin, birinchi javob berdingiz. Ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Kalakolchik, qing'irov shashak, tulpan, lale, piyon, to'tashak nishib bo'ladi. Shirat Olinada qoldi. Demak, bu yil balni u birinchi bo'lib qo'yadi. 10 bal. Olina 10 bal qo'ydi. Afarin. Olina necha bal qo'yadi? Menda 10 bal qo'yam. Bizning bugungi qatnashchilarimiz shashaklarni bek yaxshi bilar ekan. Javob variantlarini qarang. Sholmabosh, sho'qmar shashak, guljinish, oq shashak, tuzg'anoq. Olina, necha qo'ysan? Men bu so'rovga javobni sholmabosh deb o'ylayman. Sen sholmabosh variantini saylading. Ayy. Yaxshi. Menda Olina bilan kelisham, sholmabosh, durust javob sholmabosh deb o'ylayman. Yaxshi. Qatnashuvchilarning javobini qabul etdim. Birinchi javob chindan da sholmabosh. Birinchi variantni saylarga kerak edi. Sholmabosh qozoqchalar simyoligidan qizil, olsu yoki oq iri shashakli dekorativ o'lan o'simlik. Xalq tilida bu bog'cha shashagining yoshgina rus atamasi piyon qo'llanishda yeri. Hozir men sizga 3-so'rovni yangrataman. Rustam mojarolari asarida malayning shashakni qopib, ko'zga ko'rinmasga aylanadi.
Bu yılı birinci bulup yine Raline cevap verir. Okuganın var mı bu eserini Raline? Yo'q, o'qiganim bor. Yaxshi. Sen bu so'rovga necha ball qo'yarsan? 10. Raline 10 ball qo'ydi. Bek yaxshi. Oline necha ball bilan tayyorli bu so'rovni? Menda 10 ball qo'yam. O da 10 ball qo'ydi. Bek yaxshi. Hozir javob variantlarini ko'rsating. Mek, Tunbuyuq, Obaha, Siring, Umurzoya. Edebiyatni yaratsangiz, bu so'rovga da diriz javob toparsiz deb ishonaman. Raline necha qo'ydiysan? Qaysi variantimiz ekan? Rustam mojarolari asarida Mulay obaga shishagin qopqach ko'zga ko'rinmasga aylana deb o'ylayman men. Yaxshi, men sening javobingni qabul etdim. Oline necha qo'ydi ekan? Menda obaga deb o'ylayman. Bek yaxshi. Ikki qatnashuvchi da Obaha variantini sayladi. Adres javob Obaha albatta. G'adil Qutuyning Rustam mojarolari asaridan uzukni sizga da taqdim etdim. Obaha g'ob-g'adi o'simlik. Isida yo'q, yaprog'i da alanimadir tugul. Lekin shu Obag'aning eskitgich bir hikmati bor. Obaga shashak otmaydilar. Yolg'onliklar otar ekan. Ming turli obag'alar orasida birsigina otar ekan. U yoz kuni jiditin o'rtasida 2-3 sekundda shashak otadi. Shu vaqtda yashin-yashni ko'k-ko'kli jintarilar shiga o'rmon yoqtiradi. Obaga shunday motor bo'ladi. Shashagi butun o'rmonni yoqtirta, isidan bosh aylanadi. Obaga shashagin o'zarga ham xabarga ulgurgan kishi boshqa kishilar ko'zine ko'rinmaydi. Mana shunday ajoyib qiziq mojaroli asar. Sizda unutulsin shavqibchiz do'stlarim. Bizning birinchi tur shuning bilan tamom. Natijalarni bilasiz kelsa, men uni sizga aytib ketaman. Bu turda Ralinada, Olinada 30 ball to'pladi. Aferin do'stlarim. Biz davom etamiz. Olda ikkinchi tur. İkinci turimiz turi kitri deb ataladi. Sizning oldingizda sheshak otamaları ham ularning belgilamalari. Qaysi narsani anglatadi? Sizga shuni aytirga kerak bo'ladi. Suv bag'anada qizil roza, romashka, milevsha sheshagi, qanafir, laleh. Un bag'anada shularning belgilari yozilgan. Sizni Olinaga beraman. Javob berib qarali Olina. Qizil roza yaratuv baxt shodlik belgisi. Romashka igilik naqliq sabrlik belgisi. Milevsha tinaqliq soflik belgisi. Qanafir izgilik ozodlik kurash belgisi. Lala izgilik milliy ruh belgisi. Yaxshi. Olina tezgina javob berib chiqdi. Hozir Rolinaning shirati. U nechik javob berar ekan? Qizil roza yaratuv baxt shodlik belgisi. Romashka igilik naqliq sabrlik belgisi. Milevsha sheshagi tinaqliq soflik belgisi. Qanafir ozodlik kurash belgisi. Lala izgilik milliy ruh belgisi deb o'ylayman. Yaxshi. Javoblaringizni qabul etdim. Hozir javoblarni qarang. Qizil roza u yaratuv, baxt, shodlik belgisi. Romashka igilik, niqliq, sabrlik belgisi bo'lib sanaladi. Milevsha sheshagi tinaqliq, soflik belgisi. Qanafir ozodlik, kurash belgisi. Lala izgilik, milliy ruh belgisi bo'lib sanaladi ekan. Bu turda bizning Rolinada, Olinada 5 ball to'pladi. Umumiy hisobda tegiz 35 ga 35. O'yinni davom etamiz. Üçüncü turga da yetdik. U bizning ortiq javob deb ataladi. Üçüncü turda da 3 so'rov bo'lacak. Javob variantlari orasida birsi ortiq. Shunisi so'ylarga kerakda. Javobni berish huquqi shulay yo'q qatnashuvchilarning o'zida. Üçüncü turning birinchi so'rovini yangrataman. Qir sheshaklari. Ular butun dunyoni bulon, qir bosuvlarini yemli. So'rovga birinchi bo'lib Rolina javob berir. Shunga ko'ra ballni u birinchi bo'lib qo'yadi.
Мен үзем 10 бал қойырым. Ралина 10 bal koyar idim dedi. Yoksa Alina neçe bal koyar ekan? Мен де 10 бал қоям. Aferin. Cevap variantlarını koyarız. Ramaşka, kukşeşek, tıngırav, tomşugül, tuzganak. Ralina, cevap bire alasın mı? Әйе, Tınlayım seni. қыр шешекләрендә тамчы гөл керми дип уйлыйм мин. Rolina, tomşugül variantını söyledim. Yoksa Alina, Rolina'la girişemeyken. Әйе, қыр шешекләренә тамчы гөл керми дип уйлыйм. Alina, tomşugül variantını söyledi. Yoksa cevaplarınızı kabul ettim. Adres cevap. Şundan da tomşugül. Rusçası fuksiya bulan. Qolgan şeşeklerinin barısı da ramaşka, kukşeşek, kıngırav, tuzganak, kır şeşekleri. Onlar kişilerinin keyfini kötere, türlü avrulardan deva bulup duralar. Üstevine bu şeşeklerden bücekler, bal kırtı, şıpşe, kubelekler üzerine azık miktar olalar. İkinci sıraya düşeriz. Faydalı şeşekler. Kışı üçün en ehemmiyetlisi selametlik ikenin barımızda yaxşı biliriz. Şeşeklerinin selametlikке de faydası bek zor iken dostlarım. Bu sıravını birinci bulup Alina beyler. Neçe bal qaysın Alina? 10. Yoksa Alina bilimin neçe bal bilen beyler. Мен дә 10 бал қоям. Aferin. Cevap variantlarına bir salıyor hadi. Gülbatan, kukşeşek, sonra matruşka, tırnakgül, azalya. Neçe koyduysam Alina? Qaysı senga? Мен уйлыйм, азалия шешеге файдалы түгел дип. Yoksa demek Alina azalya şeşek ortak deb o'ylaydi. Rolina neçe koydu ekan? Мен дә Алина белән килешәм, азали шешәгә артык дип уйлыйм. Dik yaxshi javoblaringizni qabul etdim. Gulbadran suolshanlarni qova, oshqozoni eshak avrularini davolaydi. Ko'ksheshak sheyin yurak og'ritganda, buyur og'ritganda ishalar. Sora matrushka bek ko'p avrularga davo. Qolg'ani yuqag'ini 99 avrudan davolov ularni deb sanamaydi. Tırnakgül qon chistlatqich, tinchlantirg'ich uzliklarga ega. Şuna da 5. variantını sayılarga kerak edi. Dürüst cevap azalya. Onun sabak yapraklarında bek avulu maddeler var. Onlarni shaynoq hatto o'limga keltirishga mumkin deydi. 3-turning 3-sıravına da kelib yetdik. Bulma gullari. Rolina, sen bu sıravni necha bal bilan tayyorlaysan? 10 bal. 10 bal. Bek yaxshi. Olina necha bal qo'yadi? Мен де 10 бал қоям. Bek yaxshi. Javob variantlarini yozdim. Yoran, Milevşe, Deliye, Tırnakgül, Tomşugül. Rolina, men senden javob kutaman. Минемчә бүлмә гөлләренә долия керми дип уйлыйм. Rolina Deliye variantını sayladı yaxshi. Onun cevabını kabul ettim. Olina, senin cevabın neydi bular? Минем уйлавымча, Дәлия бүлмә гөленә керми. Yaxshi. Demak, sen Rolina bilan kelasiz. Şart. İhtibar dürüst cevap. Bu Deliye. Rusçası Yargin. Eng taralgan boqsha sheshaklarining birisi. Isimlikdagi yoran, milevşe, tırnak hem tomshugullarni bo'lmada o'stiradi. Qatnashuvchilarga afarin deyasim kela. Bu turda qizlar. Bu turda Rolina 30, Olina da shulay 30 bal to'pladi. Hisobda tegiz 65 ga 65. Olda bizni hal etgich 4-tur kutadi. Bu turni kim yetizroq deb atab bo'lar edi. Men sizga hozir bir ortli so'rovlar beraman. Ular qatoli tugul. Shulayda tez javob berganda yolg'ishingiz da ehtimol. Shunga e'tiborliroq bo'lasiz. Har dürüst javob uchun 1 bal beraman. Bu turni Alina sendan boshlaymiz. Alina, hazırmısın? Әйе, әзер. Oysa ketdi. Yoz keluvin xabar etuvchi sheshak.
Умырзая. Дөрес. Чәчәкләр патшасы дип кайсы чәчәкне атыйлар? Роза. Дөрес. Кояшның җирдәге туганы нинди чәчәк? Кумбагыш. Дөрес. Суда гына үсә торган чәчәк. Төнбоек. Дөрес. Кайсы чәчәк таҗлары ярдәмендә багып була? Ромашка. Дөрес. Кайсы чәчәк артык куллансаң, агуда булырга мөмкин? Азалия. Инҗи чәчәк. Кайсы чәчәк картайгач акшарга әйләнә? Тузганак. Бик дөрес. Татар халкы милли киемнәрен нинди чәчәкләр чигеп бизәгән? Ләлә. Дөрес. Муса Җәлилнең нинди чәчәккә багышланган шигыре бар? Кызыл ромашка. Дөрес. Зәңгәре дә, сарысы да була бу чәчәкләрнең салкын тигәндә шифасы бик күп диләр шәйне. Мәтрүшкә. Дөрес. Бу турда Алинә 9 балл туплады. Хәзер җавап бирергә Ралинә чираты. Әзермесең, Ралинә? Әйе, әзер. Алайса китте. 12 месяцев, ягъни 12 ай әкиятендә Уги әни кызны нинди чәчәкләр җыярга җибәрә? Умырзая. Дөрес. Ак таҗлы чәчәк. Ромашка. Дөрес. Чәчәк исеме белән бәйле хатын кыз исеме. Лилия. Дөрес. Лилия, Роза, Миләүшә. Алар күп. Шәмәхә чәчәкле бик матур куак. Сирень. Дөрес. Майның 15-ләрендә чәчәк ата торган агач. Алмагач. Дөрес. Кайсы чәчәкнең тамырын киптереп, шәй итеп кулланып була? Тузганак. Дөрес. Кар эрегәч тә юеш урыннарда чыга торган сары чәчәк. Муса әйтә алмыйм. Бу Угиана яфрагы була. 8 мартта иң күп бирелә торган чәчәк. Ләлә һәм Роза. Яки мимоза шулай ук. Дөрес. Энәле, әмма бик матур чәчәкле куак. Гөлҗимеш. Дөрес. 9 майда мәңгелек ут янына нинди чәчәк салалар? Кәнәфер. Дөрес. Бу турда Ралинә 9 балл туплады. Әфәрин. Әгъмуми исәп буларак 74-кә 74. Рәхмәт сезгә, дусларым. Чәчәкләрне ярату, дөньяны ярату, җирне ярату дигән сүз ул. Чәчәкләр яраткан кешенең күңеле чиста, саф була. Чәчәкләр тирә-юньгә ямь тарата, матурлык өләшә. Чәчәкләрне үстерегез, чәчәкләрне яратыгыз. Ә мин сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашам. Киләсе чәршәмбедә акыл батыл тапшыруында очрашырбыз. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.